Bir yosh yigit taqvodor amakisining oldiga bordi. Unga dedi: "Amaki, bir loyiha boshlamoqchiman va sizdan Saudiya Arabistonda menga 50 ming riyal berishingizni istayman." Amakisi juda mehribon va solih inson bo'lgani uchun sandiqni ochdi. Unga 50 ming riyal berdi va dedi: "Bolam, Alloh senga muvaffaqiyat bersin." Taxminan 2 yil o'tdi va bu 2 yildan so'ng yosh yigit amakisiga qarzini to'lash uchun 50 ming riyal bilan qaytib keldi. Ammo amakisi: "Bolam, men uni senga qarz sifatida bermaganman. Men uni senga hayotda muvaffaqiyatli bo'lishing uchun berganman va albatta seni o'z farzandimdek ko'raman. Sen mening akamning farzandisan. Shuning uchun seni o'z farzandimdek ko'raman." Yigit: "Yo'q amaki, qarzga oldim" deb turib oldi. Va har ikki tomon ham o'z fikrida qat'iy turdi. Oxir-oqibat yosh yigit pulni amakisiga qaytarishga chin dildan qaror qildi. Rostini aytsam, amakisi bu pulni qabul qilganida bu juda ezgu ish edi. Lekin u shunday dedi: "Bu pul hech qachon meniki bo'lmaydi." Keyin u shunday dedi: "Bu pulni Alloh yo'lida beraman. Chunki men buni Alloh taolo roziligi uchun qildim. Shuning uchun bu pulni o'z pulimga qo'shishim to'g'ri bo'lmaydi" deb pulni alohida joyga qo'ydi. 2 yoki 3 kundan so'ng Alloh taologa da'vat qiluvchi bir guruh voiz Rossiya hududiga keldi. Albatta, Sovet ittifoqi parchalanib, kommunizm qulagandan keyin nima bo'ldi? Hech qanday masjid qolmagan edi. Chunki jinoiy kommunistik tuzum masjidlarni butunlay vayron qilgan, yoqib yuborgan yoki bog' va muzeylarga aylantirgan edi. Shuning uchun masjid qurishga juda katta ehtiyoj bor edi. Va bu savdogar solih inson ekanini bilganlari uchun uning oldiga borishdi. Va unga dedilarki: "Shayx, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Endi kommunizm qulaganidan keyin Sovet ittifoqi masjidlarga va odamlarning diniga qaytishiga muhtoj. Haqiqat shundaki, butunlay musulmon bo'lgan, lekin masjidlari yo'q juda katta shaharlar bor. Shunda Allohga ham bo'lsin jiyani bergan miqdorni ularga berdi. Subhanalloh, masjid qurilgan. Keyin unga suratlar olib kelishdi. Haqiqatan ham odamning ko'ziga yosh keldi kommunizm qulagandan keyin nima bo'lganini ko'rgan. Odamlar namoz o'qishga nihoyatda ishtiyoqmand edilar va ba'zilari namoz o'qiyotganda yiglab yuborishardi, chunki ular islomga chin dildan hasrat qolgan edilar. Bu odam juda xursand bo'lib ularga dedi: "Bu chiroyli so'zni eshiting. Endi men yana 5 tasini xohlayman. Menga yana 5 ta masjid qurib ber, Xudo xohlasa xarajatlarni qoplayman." Albatta, bu haqiqatan ham o'rganish mumkin bo'lgan juda kuchli donolikdir. Oilaviy rishtalarni saqlash Alloh taologa buyuk ibodatdir. Yaxshi amallar rizqdir. Ko'proq solih amal, ko'proq yaxshilik eshiklarini ochadi.